shahardagi arzonchi plyus setkani obzori. Yarim yil bo'lmagan klient o'rnatganiga уже setkasi yig'ilib qolyapti. Undan tashqari chirib ham ketgan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham xilpiragan setka ekan. Changga qarshi setka emas, oddiy moskitniy setka. Buni asosiy muammosi buni yechib yuvib bo'lmasligi, birpasda chirib ketishi va undan tashqari profili juda ham ingichka. Ikkita barmoqni bunday ezib qo'ysa bo'ladi. Va tashqi aksessuarlari hammasi plastik, xullas narxi o'ziga yarasha. Endi premium kачестводagi Ecofiber plyus setkalarini obzori. Setkasi changga qarshi setka, 100% hasharotlardan saqlaydi va undan tashqari changni ham filtrlaydi. Ishlashlari juda qulay, yig'ilib qolmaydi. Undan tashqari xuddi shunaqa qulplari bor. Pastga tushirib, yopib qo'ysa bo'ladi, ochilmaydi. Va tashqi aksessuarlari hammasi metallический. Undan tashqari profili o'zi juda qalin, bukilmaydi bu uncha-munchaga. Va eng asosiy fishkasi setkasini bemalol yechib yuvsa bo'ladi. Ramkasini o'zi derazaga yo'lmasam eshigiga qotiriladi. Setkasini bemalol yechib, yuvib, yana qaytarib joyiga bemalol o'rnatib qo'ysa bo'ladi.